Assalomu alaykum, mehrli obunachilari va muxlislar. Mana yana bitta mehrli chiroyli ishlarimizdan biri Farg'ona viloyati Toshloq tumani Qaqir mahallasiga chiroyli qilib bitkazdik. Mana tandirlarimiz 70 kilo ko'mir bilan bir sutka mobaynida chiroyli bo'lib pishdi. Mana ichlari oqarib nihoyatda go'zal bo'lib tandirimiz mana yonlarida, xudo xolasa yonlarida mana 40 litrlik qozonimiz, 10 litrlik qozonimiz va mana bitta bokimiz. Akalar, mana ko'rib go'zallikdan zavqlanaverasizlar. Nihoyatda go'zal bo'lib chiqdi. O'zimiz ham havas qildik. Mana shu joyimizga xudo xolasa 750 ta pishig'ish ketdi. Akalar, mana nihoyatda go'zal shaklda chiqdi. Do'stim, endi buni bir tutun tortishini bitta ko'rib beraylik. Mana akalar, eng qiziq joyi, hammamizga qiziq bo'lgan jarayon, iloji boricha tutun tortishini bitta ko'rib beramiz. Hozir akam do'stimizni ilashtirib tonima qilguncha akalar, mana tandirimizni ustiga zontilarigacha o'rnatib nima qilib qo'ydik. Bu tandirimizni ko'mirda pishirdik. Ko'mir iloji boricha nihoyatda go'zal yonadi, chiroyli yonadi. Mana yonlarida bokimiz. Bokimizni mana 40 litrlik. Xo'p, mana endi tutun tortishini bitta ko'rib beramiz akalar. Tutun tortishi. Korobkangizni aylantirib oling-da. Nari tomonini qo'yasiz, teskari qo'yasiz. Bu tutun tortishni. Mana holatda bo'lsa mana. Ko'rdingizmi? Mana. Mana akalar. Xo'p, o'rtacha qozonimizga o'ting. O'rtacha qozonimiz nihoyatda go'zal shaklda bo'lib yonyapti. Akalar, skvozni zo'r-a o'shni? Skvozni zo'r. Akalar, xo'p, bokimizga o'tamiz. Bokimizni ko'rib beramiz. Mana akalar, bokimiz ham nihoyatda go'zal mana. Tutun tortishi. Xo'p, mana suvlari o'sha isibdi mana akalar. Mana shu yon taraflarini ham bitta bokni ko'rsatib beramiz. Mana yonlariga chaynakda choylarni qo'yib qo'ysa bo'laveradi, dam yeb turadi. Yon taraflariga bokimizni o'sha flagani bok qilib yasalgan. Shu holatda qilib berasizlar desa, shu holatda ham qilib berilaveradi mana. Mana hozir 3 ta tochka bo'ldi. 3 ta tochkaga bitta 200 li azbest turba o'rnatdik. Akalar, tandirimizni bu tomondan ko'rinishlari. Nihoyatda go'zal bo'lib chiqdi. Kenjaboy tog'ani nevarasi mehrli oldi kuzatishda davom etinglar. Biz xizmatlaringdamiz, xudo xolasa. Telegram kanallarimiz, nomerlarimiz bor. Endi batga 750 ta pishig'ish ketgan bo'lsa, 3 qop semun, 2 ta aravachada qum ketdi. Inshaalloh akalar. Bu yerda tandirimiz mana, xudo xolasa 65 kilo, 70 kilo ko'mir bilan tandirimiz ham pishdi. Mana akalar. Nihoyatda ixcham go'zal joy bo'ldi. Qozonimizda suvlar qaynadi. Suvlarimiz. Kichkina qozonimizdan suvlar. Endi bu qozonlarimizda arafalarga endi xudo xolasa ertaga osh bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.